Bir kuni ko'chada ketayotsam, Gulhidani uchratib qoldim. Adashmabman. U rostdan ham homilador ekan. Ichimda nimadir uzilganday bo'ldi. Ko'zlarim yoshlandi. Ularni chiqarmaslik uchun kiprik qoqmasdim. Agar bir ko'zimni yumsam, ko'z yoshlar yomg'iri ostida qolishim aniq edi. Endi teskari qarab ketayotgandim. Ortimdan kelgan ovoz sabab to'xtadim. Ammo ortimga qarolmadim. Qadam tovushlaridan ovoz sohibasi menga yaqin kelayotganini bildim. U oldimga o'tib meni mahkam quchdi. Hiqillab yig'ladi. Keyin gap boshladi. Charos, meni kechir. Bilaman, dilingni ko'p og'ritganman. Shohrux akam sabab seni ko'p jahlingni chiqarganman. To'ying kuni ham borib seni dilingni og'ritib kelgandim. Meni kechir, iltimos. Gulhida, men sendan xafa emasman. Bizni taqdirimiz yozib bo'lingan. Unda shunday bo'lishi yozilgan ekan. Bilasanmi, meni gunohim ko'p. Shohrux akamning onasiga seni men yomonlagandim. Buyurtmaga kelgan mijozlar bilan gaplashadi deb. Ular seni kelin qilmayman deb oyoq tirab olishlariga meni yolg'on gaplarim sabab edi. Men Shohrux akamga erishish uchun senga tuhmat qildim. Men yolg'on to'qib seni ularga yomonladim. Bu qilganlarim evaziga Alloh meni farzandim bilan jazoladi. Doktorlar bolamizni nogiron tug'ilishi mumkin deyishdi. Oldirib tashlang deyapti. Bilasanmi, bundan og'iri yo'q ekan. Yuragimni bir parchasidan qanday kechaman? Dadasi ikkimizni ko'zimiz qiymayapti. Allohga tavakkal, uni dunyoga keltirmoqchiman. Otasi ikkimiz uni tug'ilishini xohlayapmiz. Iltimos, sen meni kechir. Seni dilingni og'ritgandim. Baxtingga chang solganim uchun Alloh meni jazoladi. Iltimos, kechirdim de yolvorib so'rayman. Zora sen kechirsang, Allohni bizga rahmi kelib, farzandim sog'lom tug'ilsa. Gulhida yig'lab oyoqlarimga osilib mendan kechirim so'rardi. Men ham yig'lardim. Meni yomonlagani uchun men sevgimdan ayrildim. Meni yomonlagani uchun sevgim armonli sevgiga aylandi. Endi nima qilay? Kechiraman. Begunoh farzand uchun kechiraman. Shohrux akam uchun kechiraman. Gulhida, men seni kechirdim. Sizlar uchun afsusdaman. Allohga iltijo qilib so'ra. U eshitguvchi. Qilgan gunohlaringga astoydil tavba qilsang, u albatta kechiradi. Men kechirdim, Alloh kechirsin. Deya ko'z yoshlarim bilan uni qolgan gaplarini eshitmay, tez-tez yurgancha u yerdan ketdim. Yig'layapman. Yolg'onlar sabab sevgimdan ayrildimmi? Shu yerdagi xiyobonga kirib, hovuz yonidagi o'rindiqlardan biriga o'tirib uzoq yig'ladim. Nahotki inson shu qadar tubanlikka borsa, faqat o'zini o'ylab, atrofdagilarni ko'z yoshlariga sababchi bo'lsa. Qaysi gunohim uchun meni qalb og'rig'i bilan sinading, Robbim? Ichimdagi dardni hech kim bilmaydi. Meni ichimdan nimadir yemirib ado qilyapti. Yana qancha chidar ekanman? Yana qanchaga yetar ekan bardoshim? Ko'z yoshlarim yuzlarimni yuvib, unsiz yig'layapman. Ichimdagilarni tashimga chiqara olmayman, faqat yig'layapman. Yig'lab o'tirsam, bir notanish ovoz keldi. Nahotki sendek go'zal pari men tashlab ketganim uchun shunchalik yig'layotgan bo'lsa. Ovoz kelgan tarafga qaradim. Bu o'sha kafedagi yigitlardan biri. Uni ko'p marotaba yo'limda uchratdim. Bilardim, menga gapirmasdi-yu, so'zsiz kuzatardi. Lekin u nega bunday dedi? Nega tashlab ketganim uchun dedi. Unga ahmoqqa qaraganday qarab turdim. Nega unday qaraysan, parivash? Men seni bo'lajak eringman. Nima bu, ahmoqmi? Tushunmadim. Boshingiz sovuqda muzlab qoldimi? Qanaqasiga meni erim bo'lasiz? Meni erim yo'q, dedim jahl bilan. O'rnimdan turib ketmoqchi edim, bilagimdan ushlab yana o'tkazib qo'ydi. Nima, esingizni yedingizmi? Qo'yvoring qo'limni, dedim baqirib. Baqirma. Men sen bilan unashtirilgan yigitman. Ba'zi sabablar bilan to'yimizga bora olmagandim. Hammasiga o'zing sababchisan. Ko'rishishni istamading. Shunaqa shirin qiz ekaningni avvalroq bilganimda o'shanda ketib qolmasdim, dedi xunuk tirjayib. Esingni yeganmisan? Qo'yib bor meni.
Yordam beringlar, iltimos, yordam! Men baqirishni boshladim. U esa og'zimni qo'llari bilan berkitib, "O'chir ovozingni, senlamay gapir xotinjon. Sen bugunni o'zida o'zimniki qilaman", deya qo'limdan sudrab yurib keta boshladi. Men esa yordam so'rab atrofga iltijoli boqardim. Bir-ikki shubha bilan qaraganlarga "Bu meni xotinim rashk qilib janjal qilyapti", deya yolg'on gapirdi. Shu bilan hech kim meni baqirishimga ahamiyat bermadi. Ey Xudo, nahotki shu ablahni qo'lida toptalsam, xor bo'lsam. O'zing yordam ber, Robbim. Yig'lab hammadan yordam so'rab baqirishni yana boshladim. U to'xtab menga qarab, "O'chir ovozingni, baqirganingdan foyda yo'q", dedi. Shu payt meni ushlab turgan qo'lini bilagidan baquvvat qo'l ushlab qayirdi. Og'riqdan dod deb meni qo'limni yubordi. Keyin meni xaloskorimdan ketma-ket kuchli zarbalarni qabul qilib oldi. Hushidan ketmadi-yu, hatto qimirlolmaydigan darajada kaltak yedi. Xaloskorim o'rnidan turib yonimga keldi. Ko'zlarimga xavotir bilan qarab, "Yaxshimisan?" dedi. Yuragim yorilgudek urardi. Men uni 7 oy ko'rmadim. Hayajondan titradim. "Sovuq qotdingmi?" dedi titrayotgan qo'llarimdan tutib. Vujudimda tushunib bo'lmas hissiyotni tuydim. O'ylanib turib, tezlik bilan qo'limni tortib oldim va "Yordamingiz uchun rahmat. Menga juda katta yaxshilik qildingiz. Alloh rozi bo'lsin", deya yurib keta boshladim. U esa ortimdan kelib qo'llarimdan ushlab oldi. "Charos, yaxshimisan? Nega ranging oqarib ketdi?" "Nima dey? U avvalgidanda kelishgan. Shu qishki qalin kiyimida ham uning baquvvatligi bilinib turardi. Ammo u o'zgani turmush o'rtog'i. Men bunday qarashga haqqim yo'q. Farzandingiz haqida eshitdim. Sabrli bo'lib, astoydil Allohdan so'rasanglar, o'zi shifo beradi, ishoning", dedim. Menga jim qarab turdi. "Qanaqa farzand?" dedi. Men esa "Tug'ilajak farzandingiz", dedim. U biroz menga endi ko'rib turgan odamday qarab turdi-da, birdan bor ovozda kulib yubordi. Jahlim chiqdi. Unga jiddiy nigohlar bilan qarab, "Nega kulasiz? Men sizga latifa aytyapmanmi?" dedim. U yana menga tentakni ko'rgandek qarab, yana kuldi. "Charos, aytchi, uylanmagan insonda qanaqa bo'lajak farzand bo'ladi?" dedi ustimdan kulgandek. Jahlim chiqdi. "Nega tan olmaysiz? Uylangansiz-ku. Nimaga erishasiz yolg'on gapirib?" dedim yana. "Xo'p, haligi Charosxon mabodo bilmaysizmi, ayolimni ismi nima?" dedi. "Gulxida", dedim jahlim chiqib. "Nima, sen jinnimisan? Men hali uylanganim yo'q-ku", dedi. "Unda u kimga turmushga chiqqan? Men to'yim kuni borib, Shohruh akam bilan to'yimiz bo'lyapti degandi-ku", dedim. Ko'zlarim yoshlanib ketdi. "Charos, men kecha Turkiyadan keldim. Senga keyinroq hamma gapni aytib beraman. Hozir esa bir ish qilaman, xafa bo'lmaysan", dedi. Gaplari rostmikin? "Nima ish qilasiz?" dedim. Qancha qaramaslikka harakat qilsam ham undan ko'zimni uzolmasdim. Uni juda ham sog'ingandim. Uni ko'zlariga qarab xayolga berilib tursam, men baquvvat qo'llari yordamida uni bag'riga kirib qoldim. Juda ham yoqimli ifor. Uning issiq quchog'ida sovuqni ham unutdim. Men bunday emasdim, bunday turmasdim. Ammo menga nima bo'ldi? Uni sog'inganim uchunmi? O'zimni orqaga tortmadim. Sog'ingandim juda ham. U esa meni bag'ridan bo'shatmagan holda, "Charosim, malikam, shuncha payt qayerda yurganim, qanday yashaganimni keyinroq aytib beraman. Hozir bilishing kerak bo'lgan narsa, men uylanganim ham, farzand kutayotganim ham bo'lmagan gap. Sendan o'zgasini yonimga yo'latmadim-ku. Sen bo'lsa bolalik bolasizga chiqarib qo'yding-a", dedi mehr va hazil aralash. Uni uylanmaganini eshitib unga ishondim. Endi menga baribir deya men ham uni mahkam quchdim. Men o'shanda juda azoblandim, ilojsiz edim. Sen qochib ketishga rozi bo'lmasligingni bilardim. Onamdan ham kecholmasdim. Nima bo'lganda ham meni yolg'iz katta qilganlar. Lekin bu yerda ham qololmasdim. To'g'risi, nafas olishim ham qiyinlashib ketdi. Meni o'zimdan ham asragan malikamni boshqaniki bo'lishini o'ylasam, havo yetishmasdi go'yo.
Ishonasanmi, yig'ladim. Ilojsizlikdan yig'ladim. 2 qator kiyimimni olib, faqat pochchamga ketayotganimni aytib, onamga o'zlari qarashlarini tayinlab ketdim. Onamga bitta maktub qoldirdim. Ikkimizni sof sevgimiz haqida yozdim. Hatto pochchamga ham qayerga ketayotganimni aytmadim. Bilasanmi? Turkiyada o'tgan azobli kunlarimni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Seni o'zganiki bo'lganingni o'ylab, kunda 1000 bor o'lib tirilardim. 3 kun oldin aylanib yurganimda bir do'stimni uchratib qoldim. U uylanganidan keyin shu yerda oilaviy bizneslarini yurgizayotganini aytdi. Meni uyiga taklif qildi. Ertasiga uni uyiga kechki ovqatga bordim. Yo'ldan uyiga va ayoliga bir-ikki narsa oldim. U yerda ko'rgan insonim, ya'ni do'stimning ayoli Nasiba ekan. U ham meni ko'rib hayron qoldi. Do'stim quvonch bilan ota bo'lishini aytdi. Uni tabrikladim-u, xayolim senga ketdi. Nasibadan sen haqingda so'radim. U gaplashib turishingizni aytdi. Ularda ham yangilik bormi deb so'radim. Tomog'imga achchiq narsa tiqildi. Nasiba, Javohir aka bilan Guli yaqinda ota-ona bo'lishadi deb aytdi. O'zimda zo'rg'a kuch topib, Charoschi deya oldim xolos. Shu bitta ismni aytishga butun tanamda qandaydir og'riq turdi. Ammo Nasibani javobidan faqat tunga aylangan hayotimga quyosh charaqlab chiqqanday bo'ldi. Shohrux aka, Charosni to'yi bo'lmadi-ku. To'y kuni kuyov yo'qolib qoldi. Keyin to'y to'xtatildi. Kuyov bola Javohir akani bevafo sevgilisini akasi ekan. O'zicha singlisi uchun qasos olganmish. Keyin juda ko'p joylardan Charosni so'rashdi. Ammo Charos turmushga chiqmayman deb oyoq tirab turib oldi. Dadasi birontasiga beraymi deb o'ylandi-yu, lekin akasi singlim nima desa shu. Endi majburlamanglar deb qarshilik qildi. Xullas Charosni to'yi bo'lgani yo'q. Uning shu gaplaridan vujudimda shunaqa quvonchni his qildim. Senga uni ta'riflab bera olmayman. Charos meni to'yimga keldi. Onangiz ham uni ko'rdi. Ha, yana shunday chiroyli, aqlli qiz ekan, Shohruxginamni sevgani deb yig'ladi, dedi. Keyin shoshilib o'rnimdan turdim. Do'stlar, men ketdim dedim. Do'stim, qayerga ketasan? O'zi endi kelding-ku, dedi do'stim. Ketmasam bo'lmaydi. Samolyotga bilet olishim kerak. Biletni nima qilasan? O'zbekistonga uchaman. Nega buncha tez? Tez emas, ancha kech qolibman. Rahmat do'stim, uyingga taklif qilganing uchun. Bu yerga kelmaganimda shunday muhim xabarni bilmagan bo'lardim, dedim quvonch bilan. Qanaqa muhim xabar? Dedi do'stim tushunmay. Baxtim uchun berilgan imkoniyatni xabari. Bu safar Charosni mendan hech kim tortib ololmaydi, dedim. Ichimga sig'mas darajada xursand edim. Borib bilet oldim. Kecha yetib keldim. Birinchi borib akang bilan gaplashdim. Ularni roziligini oldim. Menga singlimni baxtidan muhim narsa yo'q. Kerak bo'lsa dadamni ham o'zim ko'ndiraman. Siz Charosni roziligini oling. Men bugun dadam bilan gaplashaman. Ertaga sovchilaringizni jo'natasiz, dedi. Akang dadamiz bilan gaplashib hammasini hal qilibdi. Onam ham qaytganimdan suyunib ketdi. To'ying bo'lmaganini Farida opadan eshitgan ekan. Mendan oldin o'zlari ertagayoq Charoslarnikiga sovchilikka boraman. Uni to'yi bo'lmadi o'g'lim, deb qoldilar. Onamni uyga tashlab ketayotib, anavi la'nati seni sudrab ketayotganini ko'rib qoldim. Qolganini o'zing bilasan, dedilar, meni bag'ridan bo'shatib. Yaqindagina kafega olib kirganidan so'ng mensiz o'tgan hayotlarini aytib berdilar. Bir zumda dadamni dadamiz deb oldingizmi? Ha-da, senga uylanaman-ku yaqinda, dedilar xursand holda qoshlarini qoqib. Kim aytdi meni rozi deb? Men rozi emasman, endi sizni sevmayman, dedim qoshlarimni chimirib. Ha, rozi emasligingizni bildik. Qo'llaringizni ushlatmasdingiz. Sog'inibsiz, sevarkansiz, bag'ringizga bosdingiz-ku malikam. Yolg'oningiz o'xshamadi Charosxon, dedilar judayam chiroyli kulib. Sharmanda, qizib ketdim. Aniq o'zim qizarib ketganman. U esa menga mehr bilan qarab turardi. Shohrux akam meni uyga tashlab qo'ydi. Xonamizda shirin xayollar bilan o'tirsam, onam kirib keldilar. Qizim, bugun senga yana sovchilar keldi. Bilaman, hozir yana turmushga chiqmayman deb asabiylashishing mumkin.
lekin bularga akang rozilik beribdi. Kuyov ham begona emas. O'sha Shohruxbek ekan. Sen nima deysan qizim, dedilar. Judayam sokin ohangda so'radilar. Chunki har safar sovchi haqida gap ochilsa, uyni boshimga ko'tarardim. Oyjon, men bilmadim. Akam rozi bo'lsalar, sizlar nima desangiz shu, dedim. Onam kulib qo'ydilar-da, Xudoga shukr dedilar va yana kelishini sezgan ekansan-da. Shunchasini qaytarib yurganding. Armonga aylanishiga oz qolgandi. Bir-biringizga shunchalik talpinibsizlarki, oradagi vaqt sabab xato qilmadilaringga, deya chiqib ketdi. Onam rost aytdi. Men gap so'zlar sabab boshqasiga tegib ketganimda nima bo'lardi? Yoki Shohrux akam mendan umidini uzib, boshqasiga ko'nglini ochganida-chi? Rahmat senga Robbim, bizni armonli sevgimizni armonlardan ozod etganing uchun. Shohrux akamni oldiga Gulxida kelib ulardan ham kechirim so'rabdi. Aytishicha, Gulxida Shohrux akamni onalariga meni yomonlagandan keyin biz ayrilibmiz. Keyin meni oldimga kelib, to'ylar haqidagi yolg'onni aytgan. Ammo Shohrux akam hech kimga aytmay yo'q bo'lib qolganligi sababli ulardan umidini uzgan. Kelayotgan sovchilardan biriga rozilik bergan. Nasibani to'yida menga to'yi haqida aytgan u, kuyov kimligini aytgunicha men ketib qolgan ekanman. Men bilan gaplashganidan so'ng tuni kun duo qilib Allohga nola qilganlari evaziga keyingi ko'rikda bolasi sog'lom ekanligini bilishibdi. Nima bo'lganda ham u ham baxtli bo'lsin. Farzandini eson-omon bag'riga olsin. Bizni to'yimiz yangi yildan keyin bo'ladigan bo'ldi. Men sovuq-ku desam, men bilan sovuqni ham sezmaysan deydi zulmat ko'zligim. Mana, yangi yilga ham bir oy bo'ldi. Ertaga 1-fevral, bizni to'yimiz. Men martda bo'lsin desam, meni shahzodam rozi bo'lmadilar. Odamlarni gap so'zlaridan charchagan dadam ham tezroq bo'ladi deb turib oldilar. To'yimizgacha Shohrux akam bilan juda ko'p joylarni aylandik. Avvallari bir oyda 2 yo 3 marta ko'rishgan bo'lsak, shu bir oy ichida 2-3 kundir bir ko'rishardik. Shartmi shuncha ko'rishimiz desam, orada yo'qotgan 7 oyni badali bu deb qo'ymasdan uydan olib ketardilar. Ota-onam ham yaqinda to'y, bir-biringlarni yaxshilab o'rganinglar deb qarshilik bildirishmasdi. Shu o'tgan kunlarimni o'ylab, kelinlik libosida turar ekanman, o'ziga judayam yarashgan kuyov kiyimida meni shahzodam kirib keldilar. Judayam go'zalsan, malikam, dedilar. Rahmat, siz ham kelishgansiz, dedim. Biz ota uyimdan oq fotiha olib ketdik. To'yxonaga kirib borar ekanmiz, hammani nigohi bizga qaratilgandi. Men hayajonlanardim. Bu nigohlarda havas ham, hasad ham bor edi. Kimdir bir-birimizga mosligimizga havas qilsa, yana kimdir to'y kuni tashlab ketilib, yana shuncha gap so'zga qolib ham shunday kelishgan yigitga turmushga chiqayotganimga hasad qilishardi. Hamma xursand. Shohrux akam meni valsga taklif qildilar. Benom guruhni yoningdaman taronasini qo'ydirdilar. Qo'shiq xuddi bizga atalgandek edi. Seni sevaman charosim, nihoyat senga yetishdim. Sevgimiz chin ekan, bizni Alloh qo'lladi. Baxtlimisan? Dedilar. Albatta, dedim. Hamma bizga baxt tiladi. Biz judayam baxtlimiz. Hammaga nasib qilsin. Sevgi juda sof tuyg'u. Sevgingizni armonlarga alishmang. Gulinur.